Hayotdagi xonadonimizda, ya'ni montaj jarayonidan keyingi holatni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimizda, ya'ni romlarimizni 6 metr yo'q plastik qo'yib berganmiz va eshiklarimiz termo 78 profilidan o'rnatib berganmiz. Romlarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, ya'ni 1.20 ga, balandligi 2 metr razmer bo'lgan. Bu yerda ranglari dubmakko, o'chirishlari ikkitadan o'chirish bo'lgan. Oynalarimiz, ya'ni energiya sbergachi oynadan foydalanganmiz. Oldi tarafi energiya sbergachi, orqasi oq oynadan foydalanganmiz. Va sizlarga, ya'ni ruchkalari, mexanizmlari bo'yicha ham ma'lumot berib boramiz. Bronza, ichki mexanizmlarimiz, ya'ni turецкий mexanizm. Bu yerda ikkita ochilish, tabaqa ochilishi qilganmiz. Hattoki Dubayno mexanizmi ham bor. Podokonnigimiz 35 li avariya podokonni o'rnatib berganmiz. Eshiklarimiz termo 78, oynalarimiz splashnoy holatda shatlankasi bilan birga, ruchkalarimiz Stublino italyanskiy mahsulot qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari har doimdagi juda yengil ochilib yopiladi. Xonadondagi montajda jarayondan keyingi holatlarni ham video qo'yib boramiz. Videoni kuzatishda davom eting, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.